TikTok platformasi yoxud siz uchun yaratilgan dunyo. TikTok ko'pchilikka kulgi, musiqa va qisqa videolar platformasidek tuyuladi. Ammo bu shunchaki ko'ngilochar ilova emas. Bu odamlarning vaqti, diqqat markazi va dunyoqarashiga ta'sir o'tkazuvchi puxta qurilgan algoritmik mexanizmdir. Tasavvur qiling, faqat 5 daqiqagina deb niyat qilasiz. Lekin telefonni qo'yganingizda soatlab vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Bu sehr emas. Bu sizni ekranda ushlab turishga mo'ljallangan tizimning aniq ishlashidir. Bugungi kunda TikTok eng aqlli algoritmga ega platforma deb ataladi. Chunki u foydalanuvchining har bir harakatini qayd etadi. Videoni necha soniya tomosha qilganingiz, qachon video o'tkazganingiz, qaysi musiqa sizga yoqqani, qachon onlayn ekanligingiz va hattoki ekran ostidagi mayda harakatlaringizgacha. Bu ma'lumotlar asosida TikTok sizga individual va eng mos kontent lentasini taqdim etadi. Muhim jihati, siz ko'radigan kontent bu sizning tanlovingiz emas. Bu platforma tomonidan sizni uzoqroq ushlab turish uchun tanlangan kontent. Shu sababdan TikTok ijtimoiy oyna emas, balki ijtimoiy boshqaruvdir. TikTok chiqaradigan dopamin, ya'ni tomoshabin o'zidan mamnun bo'lish hissi Instagramdan 2 barobar, YouTubedan esa 5 barobar ko'pdir. Bu foydalanuvchini tez mukofot rejimiga o'rgatadi. O'rtacha foydalanuvchi kuniga 1-1,5 soat, ba'zi holatlarda undan ortiq vaqt sarflaydi. Bu diqqatni yemirib, psixologiyaga xuddi sunami kabi ta'sir qiladi. Buning ortidan yoshlar orasida diqqat pasayishi, rag'batning tushishi va real hayotni zerikarli his qilish holatlari ko'payadi. Natijada o'qish, ish, ijod hammasi sekin va zerikarli tuyula boshlaydi. Bu esa yoshlar orasida tashqi ko'rinishga haddan tashqari e'tibor, tez trend va trend madaniyati paydo bo'lishiga olib keladi. Cyber Psychology jurnalida chop etilgan 1 yillik tadqiqot TikTokdan muammoli foydalanish talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi pasayishini ko'rsatgan. Masalan, 2024-yilda PubMedda chop etilgan tahliliy sharh TikTokdan muammoli foydalanish, depressiya va tashvish kabi holatlar o'rtasida sezilarli bog'liqlik borligini ko'rsatgan. The Guardian nashrining 2023-yilgi tekshiruviga ko'ra, TikTok 13 yoshdan kichik bolalarning ro'yxatdan o'tishga qarshi samarali mexanizmga ega emas. Bu esa yoshlarning shaxsiy ma'lumotlari, algoritmik manipulyatsiya va yoshi ularga mos bo'lmagan kontent oldida himoyasiz qolishga olib keladi. TikTok trend madaniyati qisqa umrli bo'lib, unda yaxshi kontent ham tez unutiladi. Bu esa chuqur o'ylash o'rniga tez suratda ko'rish madaniyatini shakllantiradi. Ilovada siz pul to'lamaysiz, lekin sizning vaqtingiz, diqqatingiz, onlayn harakatlaringiz platformaning eng qiymatli valyutasidir. TikTok reklama orqali yiliga 20 milliard dollardan ko'proq daromad oladi. Bu pulning 75-80% foydalanuvchilarning algoritmga bergan ma'lumotlari orqali keladi. Shu sababli TikTok sizni ekrandan uzoqlashishingizni istamaydi. Bu platformaning asosiy biznes modeli. Siz kontent yaratuvchisi bo'lishingiz mumkin, ammo eng muhim mahsulot bu sizning e'tiboringiz. TikTok esa bu e'tiborni maksimal darajada ushlab turishga mo'ljallangan. TikTok qanday qilib bir necha yil ichida dunyoning eng kuchli tarmog'iga aylandi. Uning algoritmi shunchalik aqlliki, 2-3 kun ichida odamning barcha qiziqishlarini aniq bilib oladi. Musiqa ilovasidan to global mega platformagacha. TikTok avvaliga kichik musiqa ilovasi edi. 2017-yilda uni Xitoyning ByteDance kompaniyasi sotib oladi. 1 yil ichida ular algoritmni o'zgartirib, videoni yaratish jarayonini yengillashtiradi, musiqalar zaxirasini kengaytiradi va siz uchun degan super intellektual lentani yaratadi. Hozirgi kunda ilovadan 150 mamlakatdan 1 milliarddan ortiq odam foydalanadi. Yuklanishlar soni esa 4 milliarddan oshgan. COVID-19 pandemiyasi va karantin davri TikTok uchun muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Ko'plab yoshlar uyda, do'stlarsiz cheklangan erkinlikda video tasmaga suyanishga majbur bo'ldi. Bu esa TikTok foydalanuvchilari va faol kontent iste'molchilari sonini keskin oshirdi. Bu davrda TikTok nafaqat ko'ngilochar platforma, balki ijtimoiy aloqalar, yangiliklar va ma'lumot olish manbaiga aylandi. O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida ham bu ta'sir sezildi. Ko'plab yoshlar TikTok orqali turli vayn va ko'ngilochar kontentlarga qiziqa boshladi. Pandemiya va karantin cheklovlari sharoitida TikTok yoshlar kaloriyasining muhim qismiga aylandi. Bu esa platformaning global va mahalliy darajadagi ta'sirini kuchaytirdi. Scott Bessent ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil oktyabrda Xitoy va AQSh o'rtasida TikTokni AQShga sotish bo'yicha shartnoma imzolandi. Shartnomaga ko'ra, TikTok algoritmi, ma'lumotlar boshqaruvi va nazorat
AQSh qonunlari ostida bo'ladi va TikTokning 65% dan ortiq ulushiga egalik qiladi. Bu shartnomadan esa Isroil bilvosita manfaatdordir. Bu holat TikTokning global rolini nafaqat ko'ngilochar ilova, balki siyosiy hamda iqtisodiy kuch sifatida ham ko'rsatadi. Endi TikTok nafaqat e'tibor mashinasi, balki xalqaro texnologik va geopolitik instrumentga aylanmoqda. TikTok faqat kulgi va musiqa emas, u e'tibor, vaqt va ongimizni qaramlikka boshlaydigan kuchli algoritmik vosita. 2025-yilga AQSh Xitoy kelishuvi ko'rsatadiki, TikTok faqat ijtimoiy media emas, u global siyosat, iqtisod va ma'lumot xavfsizligiga doir muhim masaladir. Bunga qo'shimcha ravishda siyosiy manipulyatsiya xavfi ham kuchaymoqda. Isroil bosh vaziri Netanyahu ochiq aytganki, bugungi eng muhim qurol bu ijtimoiy tarmoqlar, eng muhim xarid esa TikTokdir. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are the social media. And the most important purchase that is going on right now is class TikTok. TikTok, number one. U hatto AQShdagi jamoatchilik fikrini TikTok orqali shakllantirishni strategik maqsad sifatida tilga olgan. Chunki AQSh TikTokning eng daromadli va faol bozori hisoblanadi. 170 million foydalanuvchi. Endi AQSh va Isroil TikTokdan o'z propagandasini singdirish yo'lida foydalanishi shubhasizdir. Demak, TikTok shunchaki ilova emas, axborot maydonidagi geopolitik qudrat. Shu bois TikTokdan foydalanishda ongli bo'lish juda muhim. Vaqtni, kontentni va ongingizni nazorat qilish haqiqatda bugungi kunning zaruratidir.